Quva tumani Jalayer mahalla fuqarolar yig'ini fuqarolarning hamjihatligidagi harakatlari evaziga tashabbusli byudjet tanlovining navbatdagi bosqichida g'oliblikka erishildi. Yutilgan mablag' evaziga ma'nan eskirgan mahalla fuqarolar yig'inining ma'muriy binosi qayta qurilib, foydalanishga topshirildi. Shu mahalla bilan hamjihat bo'lib, yaqin 2021-yildan 2024-yilgacha shu paytgacha mahallamizning infratuzilmasini yaxshilash uchun shu tashabbusli byudjet loyihasida 6 milliardga yaqin 5 ta loyihada g'olib bo'ldik. Buni evaziga 11 kilometrdan ortiq asfalt yotqizildi, elektr ta'minoti yaxshilandi. Tashabbusli byudjetni natijalarini mana xalqimiz ko'rib, yana ham jipslashib, yonimizga kirib, nuroniylar, yoshlar, xotin-qizlar bir bo'lib 7000 ta ovoz yig'ib, shu mahalla binosini yutdik. Mana qurib bitkazildi. Energiya samaradorligiga erishish maqsadida yangi binoga 10 kilovatli quyosh paneli o'rnatildi. 7 talik vakillar uchun yetarli sharoit yaratildi. Shuningdek, mahalladagi har bir xonadonga kitobxonlikni, ma'rifatni olib kirish maqsadida kutubxona ham tashkil etildi. E'tiborlisi, bu yerga kelganlarga kitob mutolaa qilish bilan birga mahalla farovonligi yo'lida xizmat qilgan marhumlarni yorqin xotirasi bilan ham tanishish imkoniyati yaratildi. Men shu mahallada 2 martadan mahalla raisi bo'lganman. O'zimiz ishlab ko'rganmiz. Hozir Allohga shukr nafaqadamiz. Bizi davrlarda bunaqangi sharoitda tushimizga ham kirmagan. To'g'risi, sababi xonalar tor, sharoit yo'q. Masalan, arz qilib kelgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, qizlar raisi bo'lardi, u chiqib turish kerak edi. Agar ayollar kelsa, biz chiqib turishimiz kerak edi, ular gaplashilardi. Bunaqangi davrda biz to'g'risi tushimizga ham kirmagan. Yurtboshimizni boshchiligida qilinayotgan siyosatlar hozir xalq uchun bo'lyapti. Vatan uchun bo'lyapti. Mana hozir mahallani qarang. 7tiligi hammasini alohida o'zlarining xonalari, o'zlarining joylari bor. Mahalla binosining ochilish marosimi katta tantanaga aylanib ketdi. Tuman hokimligi va mahalla nuroniylari ishtirokida ramziy tasma qirqilib, ishtirokchilar binoda yaratilgan imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdilar. Qulay sharoitlarda ish boshlagan mahalla 7tiligi faoliyatiga muvaffaqiyatlar tilab, duoyi fotihalar qilindi.